Assalomu alaykum. Bayram dasturxoniga o'zgacha ko'rinishdagi, ham mazali, ham chiroyli chiqadigan salatni birgalikda tayyorlaymiz. Uydagi bor masalliqlardan tayyorlanadi. Kanalimga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib, kuzatishda davom etamiz. Bizga lavash xamiri kerak bo'ladi. Oddiy kichikroq lavash xamirini o'rtasidan ikkiga bo'lib olamiz. Yarimta qilib kesib olgan xamirlarimizni xuddi shunaqa ko'rinishda, konus shaklida o'rab olib, chetini ochilib ketmasligi uchun cho'p yordamida qotirib qo'yamiz. Lavash xamirlarimizni o'rab olganimizdan keyin xuddi shu konus formasini ushlab turishi uchun, qattiqroq bo'lishi uchun duxovkaga qo'yib olamiz. Shunda qattiqqina bo'lib formasini ushlab turadi. Qizigan gaz duxovkasiga 180 gradusga 10 minutga qo'yib olamiz. Endi salatimizga kirishamiz. Bizga 100 gramm yong'oq kerak bo'ladi. Bularni mayda qilib to'g'rab olamiz. Pishirib olingan tovuq filesini mayda qilib to'g'rab olsak ham bo'ladi yoki xuddi shunaqa vilka yordamida go'shtlarini ajratib olamiz. Masalliqlarni to'liq miqdorini videoni tagida ham yozib borganman yoki описаниеga kirib to'liq ko'rishingiz ham mumkin. Besh olti dona tuzlangan bodringni ham mayda kubik shaklda to'g'rab olamiz. Tuzlangan bodring retseptim kanalimda bor. Kuzatgan bo'lsangiz, yaqinda ham videosini joyladim. Besh dona pishirilgan tuxum kerak bo'ladi. Bularni ham mayda kubik shaklda to'g'rab solib olamiz. Marinovkalangan bankadagi shampinyonlarni ham mayda qilib to'g'rab salatimizga qo'shamiz. Hamma mahsulotlarimizni to'g'rab olganimizdan keyin tabga qarab tuz solamiz, mayonez solib aralashtiramiz. Salatimiz tayyor. Duxovkadan olingan konuslarimiz formasini ushlab qotib oladi. Endi cho'plardan ajratib, ichiga salatimizdan solib olamiz. Xuddi shunaqa qilib chetlarini ukrop bilan bezatib, jo'xori hamda anor bilan bezatib olamiz. Yigirmata mehmonga mo'ljallangan salatimiz tayyor. Dasturxonga qo'yganimizda ham o'zgacha ko'rinishdagi
chiroyli, muhimi mazali salatlardan biri. Albatta shu retseptim asosida tayyorlab ko'ring. Sizni uyaltirib qo'ymaydigan retseptlarimdan biri. Bugungi videoyim sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Telegram kanalimga ham ularning silkasini shu videoni oxirida opisaniyada yozib qoldiraman. Siz uchun eng ishonchli, eng original videolarni joylab boraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha sog' omon bo'ling.